Assalamu alaykum, hörmətli televizor ko'ruvchilar. Amerika poytaxti Washingtondan tarqatilib atgan Erkin Asiya radiosi tor televiziyasiga xush keldinglar. Men Gulchehra. Hörmətli do'stlar, bundan dal 10 yil ilgari, ya'ni 2005-yil 17 mart kuni Uyg'urlarning ma'naviy onasi, Uyg'ur milliy harakatining rahbari Rabiya Qadir xonim Xitoy turmusidan qo'yib berilib, erkinligiga erishgan, shundaqla Amerika tuprog'iga dasslagan edi. Mana shunday ahamiyatli bir kunni Rabiya Qadir xonim qanday o'tkazdigandi? Buning qiziqsanglar, men bilan birlikda apparatimizga ergishib, Rabiya Qadir xonimning bir kunni birlikda suratga olaylik. Qani marhamat. Uyg'ur milliy hareket rahbari Rabiya Qadir xonim o'zining Xitoy turmusidan ozod qilinib, erkinlikka erishganligining 10 yillik xotira kuni bo'lgan 17 mart kunidagi faoliyatini odatdagidekla poytaxt Washingtonga joylashgan Amerika Uyg'ur birlashmasining ishxonasidan boshladi. Zübeydem. Siz mi? Mayının yo'qolib ketgan bolalarniki yana birisi. Uni mekaran. Bunun üstünden Xitoylar 9-kuni ma butunlay yo'qolib ketganlarning ovozi degan shu-ku, meni ismini nima deb qo'yibsizlar buniki? Buniki ismini eng ig'ir darajada bostirish deb qo'ydik-ku. Bo'pti, yo'qolib ketganlarning ovozi deyish kerak. Lekin mana yo'qolib ketganlarning bo'lma shu nemadanki 2009-yil shundaqlar ularning yo'qolib ketganlar ustida bu ma'vola qo'lg'inga yaqinda ovozini chiqarib sap yosh bolalar ekan bolam, voy. Ular taxminan shu qitim qizlarning reportinglarga 100 dan ortiq yo'qolib ketgan odamning ismi kirdimi? Kirdi. Endi bo'libmi hozir Uyg'urlarning ustidagi dahshat eg'irchilik mushu qitimqi 2 yillik krizisga hech qachon yetmaydi. Xi Jinping chiqqandan keyin o'ldirilgan odamlarning soni yuzlarcha deb Radio Free Asia-dan, Voice of America-dan, BBC-dan 700lardan ortiq odamlar deb e'lon qilgan bo'lsa-mu, bizning xalqimizning bizga pash qilgan narsa minglarcha odamning o'layotganligini pash qilyotdi bizning o'zimizning olgan materialimizda. Bo'libmi Amerika hukumatining Yevropaning pozitsiya bildirishi yo'qolib ketgan darajada yo'q deyarlik bo'lyapti deb mushtaq qaraymiz. Shundaq bir paytda men reportni ishlab chiqdim. Albatta, sizlarninki mumkin emgigingizning nimasi xudoyim bersin. Mushularning yig'isi, mushularning nimasi tutaxoni. Mushularning yig'isi, sizning yig'ingiz mushularning hamsi bir chambarchas. Albatta 10 yildan beri hammamiz birlikda yig'lab kelyapmiz. Lekin az aqida qilmadingiz xudoyim, aqidalarimiz, yig'larimiz hammamizning o'rtaq bu sizlarning 10 yilligimga bergan so'g'inglarga rahmat. Hey Henry. Good morning Henry. Good morning. Henry bugun mening 10 yil bo'lgan kunimga, bugun mening 10 yil bo'lgan kunimga. Sizlar bilan uzun yildan beri ishladim. I worked with you for a long time. Men uchun Uyg'ur xalqi uchun, kishilik huquq uchun xizmat qildinglar. You contribute a lot into Uyghur cause as well as to my work. Bil ishladik, sizlarga rahmat, oilanglarga rahmat. I really appreciate your Met Miss Kadir in 2007 in England, and at this time it gave me an opportunity to think about Uyghur human rights and working on Uyghur human rights. Nima xonim tunagan degandek deydi, ishqib Rabiya xonimning menga bergan ta'siri nimasi cho'nqur, kuchlik. Men birinchi qitim Rabiya xonimni 2007-yil Angliyada ko'rgandim deydi. Shu chog'da ana shu ko'rishib qilgandan keyin menga bir mushunda bir fursatni berganligim, shu Uyg'ur kishilik huquq masalasi haqida fursatni berganligim shuning uchun shunchalik rahmatim bor. So she's an inspiration to Uyghurs, but also human rights defenders around the world. Siz faqat Uyg'ur xalqiga bir ilhom, madad bo'lib qolmasdan, Uyg'ur xalqining kishilik huquq masalalariga bir ilhom, madad bo'lib qolmasdan, butun dunyoga, hammamizga, butun dunyoning har qaysi yerda shunday bir ilhomni beruvchi ilhomning manbasiz.
So on the occasion of her 10 years of freedom, I wish her long life, good health, and we will keep on our work improving the Uyghur human rights condition. Şu sizin 10 yıllık erkinlik çıkan şu gününüzün xatirəsinin bilen sizge uzun ömürlerini tilayman. Sizge sağlamlık tilayman. Bizim şu Uygurlarning meselesi, şu Uygur davası, Uygur kişilik hukukunu yana davamlaştırmamız. Rahmat Henry. Yaxshi, o'zingizning Yaxshi, o'zingiz obdan turdingizmi? Siz kelgandan beri nihoyat yaxshi ishladik. Uyg'urlarning erkinligi, Uyg'urlarning hozir tatayotgan azob oqibatlarini dunyoga anglitishda jiq yordam qildinglar. Help me, help my people. Thank you kirib rahmat. Buning ustiga siz Sharq Turkistonga berib shu yerda o'rganib kelgan Uyg'urcha gapni biz bilan yaxshi so'zlashalaysiz. Rahmat sizga. Sizning menga fikringiz bormi? Men o'zim siz uchun bu xizmat qilaman, chunki men necha yil burun sizning tanishib, siz menga bek cho'ng ta'sir berdingiz. Men Sharq Turkistonga berib, Uyg'urcha o'rganib, bu yerga kelib, men Uyg'urlarning azadlik uchun ishlayapman hozir. Rahmat canım. Rahmat sizga. Rahmat. Yana davomli birga ishlaymiz. Muvaffaqiyat. Hem bir gün benim 10 yılım to'shqan kun ekan. Sizni tabriklayman, o'zimni tabriklayman. Rahmat. Rabia Hanım, bana nisbeten bir bizning Uyg'urlarning liderimiz, yani rahbarimiz bo'lib qolmasdan, mening bir ustozim, hem shundaqla bir ana, hem shundaqla bir eng yaqin ayol kishi, do'stimiz. Shuning uchun men o'ylaymanki, Rabia Hanımning mana shu 10 yillik inqilobiy hayot musofasini mening cho'g'anda bu bir nihoyat qimmatli, men aytgan Uyg'urlarning shu kurash tarixida bir yangidan sahifa ochgan, yangidan bir tarix yaratgan bir an'anaviy, ham shundaqla nihoyat bir qimmatli bir tarixiy davr. Shuning uchun men Rabia Hanımga yana mushunda davrlardan nechalarni o'tkazishini, hayotning oxiri qadar shu Uyg'ur davosidagi o'zining tavranmas irodasi ching turib, bizning Uyg'ur davoyimizni texmo yuqori pallaga, ya'ni Uyg'urlarning ozodligi, ozod bir kunda biz hammamiz birga vatanga berib, vatanimiz Sharq Turkistonda, bizning hur vatanda ozod Uyg'ur xalqini ko'rishga nasib qildigan shunday kunlarda birga bo'lishimizni yana umid qilaman. Rabia Hanım uzun ömürler. Alı bilen Rabia Hanım, Uygurlarning siyasi lideri, manevi anası, Uygurlar faxrlangan, Uygurlarning ayol yetakchisi. Ayollarning ishdan chiqqan erkegi desak bo'ladi. Mana bugun ko'zni yumib ochqicha Rabia Hanımning Xitoyning qora zindonidan qutulib, Amerikaga erkinlikka chiqqaniga 10 yil bo'ldi. Rabia Hanım chiqqan 10 yil mobaynida Uygurlarning davosini xalqarada tanishtirib, xalqarada Uygurlarning davosi nihoyat muhim bir davo bo'lib ko'ringan, xalqarалық jamiyat ko'ngil bo'ladigan, qabul qiladigan, hatto Xitoy hukumatini tanqid qiladigan, Xitoy bilan bo'lgan har xil suhbatlarda Uyg'ur masalasini o'tirib qo'ydigan bir jiddiy masalaga aylandi. Şu an men oldi bilan Rabia Hanımning erkinlikka, ozodlikka chiqqanligining 10 yilligini chin ko'nglimdan muboraklayman. Xudoyim Rabia Hanımning salomatligini yaxshi qilsin, umrini uzun bersin. Xudoyim buyursa texmo davoni ilgari surib, xalqimizning Rabia Hanım o'zining lama emas, balkim bizning xalqimizning erkinligini pat yaqinda qo'lga elib birlikda qilishni umid qilaman. Men sizlarga shu butun xalqim nomidan shu xalqning muhabbatini menga yig'inchoqlab yetkazganliginglar uchun rahmat aytaman. Ham mening har holda shu 10 yilni birga o'tkazdik. Buningdan keyin nihoyat yaxshi hammanglarga baxt, saodat, umr, hammanglarga xushallik, xizmatinglarga utuq tilayman. Hamma taomlaringga Musa sening rahmat, olim o'rlashtirganingizga Ömer, Henry, Greg,
Zübeyde, Musa Emmalar'a rahmet. Bugün senin toyun buluptu, bütün dünya toyga kilipti. Bugün senin toyun buluptu, bütün dünya toyga kilipti. Ürperiler sep buluşup, hizmetine teyyar duruptu. Hizmetine teyyar duruptu. Uygurlarning anisi Rabiye Kadir, Rabiye Kadir, Rabiye, Rabiye, Rabiye Kadir, Rabiye, Rabiye, Rabiye Kadir.